Azizlar, assalomu alaykum. Bizni talabamiz Nazrullohbek 3 marta To'rt marta. Voy, 4 marta atkazdan keyin 5-chisiga viza olib turib, men hayron qolganim. Men kecha o'zidan o'zi xursand bo'layotgandim. Bu bolani kelishi ekanda. Voy, mashalloh. Siz qanaqasiga bunaqa yutuqlarga erishdingiz? Yana men bitta narsani aytib o'tay. 3tasi farshinli hujjat degan, ya'ni tekshirilma degan 6-band bor. O'shan bilan olgan, bittasida 8-band, moliyaviy yetishmovchilik. Va 4-si o'sha moliyaviy yetishmovchilikdan keyin mana kasbiy ta'limga oldilar oxir. Elchixonadan oldilar. Kasbiy ta'limingiz kollejmi? Kollej degan. Juda ham sensatsion bo'ldi, Nazrulloh. Salom Koreya dasturimizni mehmonlari mana bolajonim. Gapiring. Avvalambor assalomu alaykum. Barcha yaqin tanish bilishlarga. Mana rizqimiz bor ekan, Koreyaga yetib keldik. Mana avvalambor Rasulullohdan masalan ota-onamizga, masalan tanishlarimizga, yaqinlarimizga bu Uzi International orqali ikkita akamizga ham yetib kelgan. Biz ham mana Xudo xolasa bugun nasibimiz mana shu yerga ekan, yetib keldik. Hammolariga rahmat kattaga. Bu bolajonimizni ikkita akalari biz olib kelganmiz Koreyaga. Yana bizga ishonib, shuncha 4 ta atkazdan keyin 5-chisigacha kutganiga rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Albatta. Bolajon, menga bolalarimizga tushuntirib oling, mabodo bizni bolalarimiz mazkur bolalar atkaz olyapti ekanda hozir meni eshitishimcha. O'zbekistonda o'zbeklarni pul popchilik nima deyiladi? Nelegallik, qonuniga chiqqan. Qonuniga ko'p chiqqani uchun ko'pchilik atkaz olyapti. Lekin siz hozir mana 4 tadan keyin ham yana 5-chisiga harakat qilsiz. U nimaga, nimadan? Akizlar sizga kuch berdimi? Nima kuch berdi? Nima sizga motivatsiya berdi? Qazoga odam ketib borar ekanda. Ko'pincha umuman bo'lmadidir ekan. Sizga nima kuch berdi? Endi mana avvalambor mana shu Koreyaga qiziqishlarimiz sababli endi akalarimiz mana shu yerda o'qib ishlab yurganligi uchun biz ham shu sohaga qiziqqanligimiz uchun yetib keldik. Qaytmadik deng. Qaytmadik. Tavakkal tavakkal. Voy, ko'rdilaringmi, tavakkal. Payg'ambarimiz ham o'rgatganlar tavakkal. Allohga tavakkal qilinglar va harakat qilinglar. Shu gapni o'rgatganlar, qaranglar. Necha yuz ming yil oldin. Albatta. Omad tilayman barchalarga. Alohida rahmat sizga ham, irodangizga ham qoyil. Sizlarga ham sog' bo'linglar. Buyog'i ham chiroyli bo'larsiz. Hayitlarda ko'rish nasib qilsin. Jamshidbek talabamiz Andijondan kirib keldilar. Jamshidbek, xush kelibsiz. Rahmat. Til ko'rsa Telex dasturi bo'yicha kirib keldilar. Topiksiz kirib Hech narsangiz yo'q. Fors tilini ham bilmaysiz. Yo'q, bilaman. Topik 1 olganman, 112 ball bilan. Aytishdan pastroq chiqib qolgan, 4,5. Gapiring sarguzashtlaringiz haqida. Assalomu alaykum hammaga. Men Jamshid Oripov. Shu Uzi International kompaniyasi bilan gaplashib, mana vizalarim chiqdi. Kattakon rahmat aytaman. Anvar akaga, Dildor opaga, bu yerdagi Ahror akam, Abror akamga, bu yerdagi ota-onamga, opoqimga rahmat aytaman. Maslahat beraman sizlarga ham. Tez va ishonchli ekan. Tezda sizniki tezda bo'ldi, mashalloh. 3 kunda chiqdi, elchixonaga kirgandan keyin. Yo'q. Bunaqada O'zbekistonda Telex chiqquncha va kutdilar bular ham lekin. 2 oy kutdingizlar lekin. Ha, undan oldin 2 oy kutdingizmi? Ashtaqa. Xursandagi mana anaqa Jamshiddagi o'qishlari hali ham qabul qilyapti. Voy, meni sevgan bilasizlar. Reklamniy pauza. Reklamniy pauza. 10 aprelgacha. Juda men Xursanga boshqa chet davlatga dam olib kelgan deb bo'laman-da, 3 kunga boraman, rosa yaxshi ko'raman-da. O'sha Xursanda hozir ham bo'lyaptimi? Bo'lyapti qabul. 10 aprelgacha qabul qilyapti. Emasmi? Yotoqxonalari zo'r. Mana shu xo'jani yotoqxona. Chiqarmaydi. Gap yo'q, kelinglar. Yana gaplaringiz bo'lsa gapirib yuboring izlarga. Kelajakda kim bo'lmoqchisiz shular haqida? Kelajakda shu biznes boshqarish sohasini tanladim. Hamda biznesda mukammal o'rganib, o'qib bu yerda mutaxassis bo'lish niyat. Bolajonimiz bizni Abrorbek talabamizni ukalarida. Bizda hammasi kimnidir ukasi, qaysidir talabamizni ukasi. Mana hozirgi hali kelganlar ham 3 ta akasi, 2 ta akasi kelgan, 3-chisi keldi. Bularning mana o'rtoqlari ham bor ekan. Rahmat, Alloh rozi bo'lsin bu boladan. Shunaqa o'rtoqlari ketib chiqdi. Bizning talabalarimiz doim hamma kutib oladi, lekin o'zimiz ham kutib olamiz. Lekin doim atrofida kimlardir bor. Hech yolg'iz qolmaymiz. Nima deb biznikilar hamma birga yuradiganlar. Zo'r. Rahmat. Hammaga omad. Hammaga. Biz mana Farg'onadan Asilbek talabamiz kirib keldilar. Bu talabamiz bitta ham atkaz olmagan ekanlar. Biz atkaz, lekin topiksiz, ayilsiz
Til kursi Telex dasturi bo'yicha kirib keldilar. Xudo Xush shunday. kelibsiz, Asilbek. Assalomu alaykum, hammaga rahmat. Bugun Koreyaga tushib keldim. Uzun International orqali kompaniyasi orqali tushib keldim. Hammalaringga rahmat. Qolgan talabalarga ham omad tilab qolamiz. Bu Koreyaga kelishimga avvalambor ota-onam sababchi. Ularga ham katta minnatdorchiligimni bildiraman. Hammalaringni omad tilab qolaman. Oq yo'l hammalaringga. Hurmat bilan Asilbek deng. Rahmat. Asilbek necha oyda chiqdi viza? 4 oyda. O, birpasda keyslardan ekanda. Omadingiz bersin. Rizqimiz bor ekan, Albatta. tezda chiqdi, Xudo xolasa. Kelajakda o'qishlaringizda muvaffaqiyat tilaymiz. Xudo xolasa. Doimo o'z international kompaniyasilar bilan. Bo'lsin. Rahmat. Bolajon, xush kelibsiz. Va nihoyat ikkita atkazdan keyin uchinchisiga kirgan yana bu sensatsionniy, undan kattasi ham bor, hozir aytamiz. Farg'onadan bolajon. Uz International kompaniyasiga katta rahmat. Sababchilar Xurshid opam, keyin Buyoqshim, Dildor opa hammalariga katta rahmat. 3 marta atkaz olib, mana to'rinchisida chiqdi, Xudoga shukr. Hammalariga katta rahmat aytaman. Sababchilardan bo'lishdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Kelinglar, topshiringlar, tavakkal qilinglar. Sizga ham rahmat, shuncha sabr qilganingiz uchun, ota-onangizga ham rahmat. Sababi bu oson emas. Birinchi, ikkinchi atkaz, uchinchi atkazdan keyin ham sabr qilganingizga rahmat. Sabr qildik. Va mana oxiri Uy chiqdi. vizalar chiqdi. Muborak bo'lsin. Bular til kursi Telex viza dasturi bo'yicha Kyonggi-dodagi o'qishimizga kelyaptilar. Bu o'qishimiz hali ham qabul qilyapti 1-aprelgacha. Reklamniy pauza. Hozir oyingizlarga ham kelib oldim, boring. Aha, gaplashdik. Ko'rishmaydi bu programmani nima deysiz? Gaplashdik, rahmat. Hammaga omad tilaymiz. Hammaga omad, rahmat, sog' bo'linglar. Andijondan Jamshidbek talabamiz kirib keldilar. Jamshidbek, xush kelibsiz. Assalomu alaykum, rahmat hammaga. Uz Internet kompaniyasiga rahmat. Tezda vizalar chiqarib berib, mana kutib olib, hamma sharoitlar yaratib berishdi. O'qishlarga ham joylab qo'yar ekan. Sizlar ham Koreyaga kelinglar, bu yerda hamma atmosfera, sharoitlari zo'r, ayniqsa yoshlarga. Sizlarda aytmasa ham bo'laveradi, to'g'rimi, Dildor opa? Ha, to'g'ri. Rejalar qanaqa endi kerak? Rejalar endi o'qib, maytgacha karyera qilishdi. Doho, qaysi yo'nalish bo'yicha? Ko'ramizda bir yo'nalish tanlaymizda birorta. Yaxshiroq sunmay. Qizni bering yaxshisini. Yaxshi qanaqa karyeralar bor? Masalan. Misol uchun bir biznes soha bo'yicha, shu yerga bir 5 ni o'rnatish bo'yicha, opa. Oh, yarim fuqarolik. Yarim fuqarolikda ham ko'ramizda. Inshaalloh. Omadingiz bersin. Bitta karisi uylanmasan, lekin u ham bo'laveradi, ha? Bo'ladi, opa, ko'p gapirib oldim. Uyimda aylanib kelsa bu. Salom aytib boring hammaga. Hammaga salom. Uz International kompaniyasiga aloqaga chiqinglar. Toshkentda, Luboyanaqada javob berishadi tezda. Tezda ketasizlar. Doho, Rahmat. Qancha harakat qilsiz, atkazsiz chiqdilarmi? Atkazsiz Bezabga chiqdi bittada. Bittada chiqdingiz. Bir urinish bilan. Hammaga omad. Rahmat. Kecha kelgan talabalarimiz hammasi atkaz olganlar ekan. Assalomu alaykum. Sizlar bugun andijonliklar bosyapti, boburiylar, Hindistonni bosgandek. Nurmuhammadbek, xush kelibsiz. Uyingizdagilarga kelib oldim deb ayting. Nima gapingiz bo'lsa aytavering. Men shu Uz International bilan birga ishlaganimdan xursandman. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Men Andijonda asaka ijro qilaman. Ismim Nurmuhammad. Vizalarni atkazsiz bir marta chiqarib berishdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Yaxshi kompaniya. Topingiz yo'q. Topik aytsiz Telex viza Telex bilan. viza bir martada atkazsiz chiqarib berdi. Qarang, qancha kutdingiz, uzoq kutdik deyaptilar. Bittadiga o'rtog'ingiz? Dokument sal cho'zilib ketdi, viza berish qiyin bo'ldi, lekin atkazsiz chiqdi. Qancha, masalan, qanchada chiqdi? 9 oyda chiqdi. Oo, 6 oydami, 9 oydami? Aytavering. 6 oy. 6 oyda chiqdimi? Nima 3 oyda qo'shyapsiz? 3 oy yana anaqa qorinni haqqi. O'ylagan payti, 3 oy o'zi o'ylagan, Koreyaga boraymi, bormayman. Banshit qo'yishni boshlagandan. Mashalloh. Omadingiz bersin. Omadingiz bersin. Kelajakda qaysi sohada o'qimoqchisiz? Men biznes yo'nalishini tanlamoqchiman. Xudo xolasa. Xudo xolasa endi o'qishlarni yaxshi Omadingiz o'qib, yaxshi diplomlar olib, magistraturalarda ham o'qimoqchimiz. Xuddi mana shu bular universitetlar hozir ham qabullari oshdi. Aprelgacha qabul qilishadi. Shuning uchun tezda aloqaga chiqsalar bo'ladi. Hammalarga tavsiya qilaman. Hamma viloyatda o'zlarining kompaniyasi bor. Gap yo'q. Yaxshi konsalting, Rahmat. xizmatlari yaxshi. Rahmat, xizmatlari toza. Tagli nomerlarga telefon qiling. Rahmat.